Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni tushingizda ko'rganmisiz? 2 marta. Alhamdulillah. Shunda tepasida qoyalar bor, shamol esayotgan yo'lda qum ustida ketayotgan edim. Yerga qaradim va oyoq izlarini ko'rdim. O'zimga o'zim toshda oyoq izi borligi qanday g'alati dedim. Shunda baland ovozda aytdim: "Kim iz qoldirgan? Kimning oyoq izi bu?" So'ng orqamdan bir ovozni eshitdim. "Bu otang Ibrohimning izi." Men esa "Otamning ismi Ibrohim emas" dedim. "Ibrohim payg'ambar" dedilar. Ortga o'girildim. Subhanalloh, ul zot o'sha yerda edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. U kishining oldiga borishdan oldin tizzalariga yiqilib ul zotni quchoqlashni xohlardim, ammo tushim tugadi. Xullas, u kishini yana tushimda ko'rishni orzu qilib tushdan uyg'ondim. Ko'p yillar o'tgach yana shunday bo'ldi. Cho'lda edim, uzoqdan ko'rdim. Qo'limdan ushlab shunday dedilar: "Boshqa odamlar bilan tanishishingni xohlayman." U kishi o'tirdilar, men esa yonlariga o'tirdim. Keyin shunday dedilar: "Endi qara, mana bu Abu Bakr Siddiq, mana bu yerda Umar ibn al-Xattob, bu Usmon ibn Affon, bu Ali ibn Abu Talib. Ularning hammasi seni yaxshi ko'radi. Shunda nega ular meni yaxshi ko'rishadi deb o'yladim. Men hech kimman. Nega ular meni sevadilar? Lekin alhamdulillah, bu hayotimdagi eng ajoyib tushlarimdan biri edi. Sizni yaxshi ko'raman, Rasululloh."